Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, Negativ dasturining navbatdagi soni. Ancha efirga chiqmadik va buning albatta sabablari bor edi. Kanalimizga firibgar, yuzsiz va axloqsiz kimsalar tomonidan qilingan fitnalarni bartaraf qildik. Kimning kim ekanini yana bir bor anglab yetdik. Tadbirimizni oldik. Va mana yana oddiy ish tartibimizga qaytdik. Nimalar bo'lgani va gap kim haqida ketayotgani haqida keyinroq aytib berarman. Aslida men o'sha kimsalarni nomini aytib, ular uchun reklama banneri vazifasini o'tamoqchi emasman. Zotan ularning kim ekanini siz yaxshi bilasiz. Taniysiz ularni. Hozir esa bundan da muhimroq mavzularimiz bor. Fursatdan foydalanib barchangizni kirib kelayotgan yangi 2026-yil bilan tabriklayman. 2026-yil barchamizning hayotimizga ijobiy o'zgarishlar olib kelsin. Va bilishimcha kelayotgan yangi yil o'zgarishlarga boy bo'ladi. Chunki bu haqda 26-dekabr kuni mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zining Oliy Majlis va xalqqa yo'llagan murojaatnomasida aytib o'tdi. Demak, Negativning bugungi soni prezident Shavkat Mirziyoyevning xalqqa yo'llagan yillik murojaatnomasi haqida bo'ladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev murojaatni o'qib berar ekan o'zi ham charchab ketdi. Chunki murojaatdagi raqamlar juda salmoqli, nutqning matni esa o'ta tantanavor edi. Prezidentning murojaatida hamma narsa bor. 145 milliard dollar yalpi ichki mahsulot, 33.4 milliard dollarli eksport, 60 milliard dollar zaxira, 43.1 milliard dollarli investitsiyalar. Murojaatni boshidan oxirigacha eshitdim. Prezident o'qib bergan ulug'vor raqamlar meni hayron qoldirgani yo'q. Zotan bunday raqamlarni qog'ozda hisobotlarda qanday paydo bo'lishini va ularni prezident kabinetiga kimlar qanday olib kirishini yaxshi bilaman. O'zbekiston kabi mamlakatda statistika juda yaxshi ishlaydi. Ayniqsa aholining yeb-ichishi bilan bog'liq raqamlarni hisoblashda statistika o'zining bor chiroyi bilan namoyon bo'ladi. Masalan, bir mahallada yashovchi oilalarning bir oyda qancha go'sht yeyishini statistika aniq biladi. U hamma narsani aniq hisoblaydi. Kilogrammini kilogrammiga to'g'rilab qo'yadi. Davlat statistikasi odatda shunday ishlaydi. Sotuv hajmi olinadi, ya'ni o'sha mahalla qassobxonasida bir oyda qancha go'sht sotilgani hisoblanadi va sotilgan go'sht miqdori mahallada yashayotgan aholi soniga bo'linadi. Masalan, mahallada bir oyda 1000 kilogramm go'sht sotildi. Mahallada aholi soni 100 kishi. 1000 kilogramm go'sht 100 kishiga bo'linadi. Demak, deydi statistika, mahalladagi har bir odam oyda o'rtacha 10 kilogramm go'sht yeyapti. Oddiy qilib aytganda statistika o'sha mahallada yashayotgan, masalan, aytaylik, xonanda Yulduz Usmonova dasturxoni bilan shu mahallada pasobiyaga yashovchi nogiron ayolning dasturxonidagi masalliqlarni qo'shib yuboradi va teng hisoblaydi. Ya'ni 9 ta oila har kuni guruch qaynatib yeydi, bitta oila esa har kuni go'sht sotib oladi. Statistika bu ma'lumotlarni biriga qo'shadi va 10 ta oila har kuni palov yeyapti deb xulosa beradi. Statistika ana shunday ishlaydi. Prezident e'lon qilgan raqamlarni ham hisob palatasidagi statistlar tayyorlab beradi. Shuning uchun davlatning rasmiy hujjatlarida hammasi chiroyli. Shuning uchun prezident murojaatnomasidagi raqamlar meni hayron qoldirmadi. Aksincha, o'sha raqamlar menda darhol bitta savol uyg'otdi. Prezident ochiqlagan qoyilmaqom raqamlar oddiy odamning, oddiy o'zbekistonlikning hayotiga qanchalik ijobiy ta'sir qildi? Masalan, prezident yalpi ichki mahsulot 145 milliard dollardan oshdi dedi. Chiroyli raqam. Lekin bu raqamni 38 million aholiga bo'lsak, jon boshiga taxminan 3800 dollar atrofida chiqadi. Prezidentga ko'ra O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti ilk bor 145 milliard dollardan oshdi. Bu albatta makroiqtisodiy nuqtai nazardan muhim chegara. Ammo 38 millionga yaqin aholiga ega mamlakatda bu raqam jon boshiga taxminan 3800 dollardan to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkichni Markaziy Osiyodagi yuqori ko'rsatkich deyish ham qiyin. Rivojlangan iqtisodlar bilan solishtirish esa umuman mumkin emas. Shuning uchun mamlakat rahbari minbarga chiqib iqtisodimiz o'smoqda deganida uni pechkasiga o'tin qidirib yoki kasal bolani davolatish uchun pul izlab yurgan oddiy odam tushunmaydi. Prezidentni o'sayotgan iqtisod haqida gapi ularda savollar paydo qiladi.
Nega unda maoshlar oshmaydi? Nega uylarning ijarasi qimmat? Nega bozorda narxlar tushmayapti? Yalpi ichki mahsulot 145 milliard dollardan oshdi degan raqam makroiqtisod uchun chegara. Ammo inson makroiqtisodda yashamaydi. U bozorda, ijarada, kreditda, jarimalarda, gaz va elektr limitlari ichida yashaydi. Va mana shu yerda birinchi katta ziddiyat paydo bo'ladi. Davlat iqtisodimiz o'smoqda deyapti. Aholi esa o'sayotgan iqtisodni aksini, ya'ni narxlarning oshayotganini his qilmoqda. Maoshlar qanchaga oshdi? Ijara narxlari nima bo'ldi? Bozor narxlari nega tobora o'sib ketyapti? Prezidentning murojaatnomasida aynan mana shu mexanizmlar ochilmagan. Prezidentning murojaatnomasi raqamlarga boy, ammo raqamlar real hayotda ham shunday degani emas. Aholining hayoti shifoxonadagi navbatda, maktabdagi shart-sharoitda, bozordagi narxlarda namoyon bo'ladi. Islohotlar haqiqiy bo'lishi uchun ularni faqat hisobotda emas, odamlar o'z hayotlarida his qilishlari kerak. Hozircha esa O'zbekistonda ikki parallel voqelik mavjud. Biri rasmiy statistikadagi farovonlik, ikkinchisi oddiy fuqaroning kundalik kurashi. Qog'ozdagi hisobotlar haqqoniy bo'lishi uchun davlat mulozimlari xalq bilan bitta orbitada yashashlari kerak. Ya'ni hokimlar, vazirlar, maslahatchilar hukumat klinikalariga emas, el qatori oddiy poliklinikalarga borishlari kerak. Ularning farzandlari el bolasi qatori oddiy maktabga borishlari lozim. Prezident yoki hokim maktabiga emas. Prezident eksport 23% ga o'sib 33.4 milliard dollarga yetdi dedi. Lekin eksport tarkibiga qarasak, uning asosiy qismi hali ham o'sha xomashyo ekanini ko'ramiz. Oltin va boshqa qazilmalar, resurslar, kam qo'shilgan qiymat. Xomashyo eksporti albatta valyuta keltiradi, lekin o'sha valyuta tushmagur har doim ham aholi daromadini o'z-o'zidan avtomatik ravishda oshirmaydi. U yerda yana o'sha statistika davlatga yordamga keladi. U daromadni shunday hisoblaydiki, hisobotlarda hamma narsa to'g'ri bo'lib chiqaveradi. Eksportda 33,5 milliard dollarga yetgan mamlakatdagi odamning oshxonasi nochor, uyi qishda sovuq, butun hayoti kreditga bog'langan. Shuning uchun oddiy o'zbek davlat rahbarining tilidan daromadlar o'sdi, xarid qobiliyati 2 barobar oshdi, kambag'allik qisqardi degan so'zlarni eshitganda beixtiyor o'ziga o'zi savol beradi. Qaysi odamning daromadi, xarid qobiliyati haqida gapiryapti prezident deydi u. Savol to'g'ri, biroq prezident ham noto'g'ri gapirgani yo'q. U statistika xulosasiga qarab gapiryapti. Statistikada hamma to'q. Asli hayotda esa kimdir juda ham to'q, kimdir esa kuniga bir mahal issiq choy bilan kun ko'ryapti xolos. Statistik raqamlar yolg'on gapirmaydi, lekin ular hamma haqiqatni ham to'liq aytmaydi. Oddiy odamning haqiqati esa o'sha o'zining uyining oshxona stolida. U yerda go'sht bormi yoki yo'qmi? Qopida un qolganmi? Agarki uning oshxonasida hech narsa qolmagan bo'lsa, eng chiroyli statistika ham uni davlatga ishontira olmaydi. Shuning uchun statistikada eksport zo'r, ammo bozorda narxlar juda sho'r. Global savdo tizimida o'yin qoidalari o'zgarayotgan bir paytda biz bu yil eksportimizni 23% ga oshirib 33.4 milliard dollarga yetkazamiz. Eng muhimi islohotlarimiz uchun mustahkam moliyaviy baza bo'ladigan oltin valyuta zaxiralarimiz ilk bor 60 milliard dollardan oshdi. Zaxira 60 milliarddan oshdi. Bu davlat uchun xavfsizlik yostig'i. Ya'ni o'sha xavfsizlik kamari desak ham bo'ladi. Lekin bu 60 milliard deganlari pensiyani o'z-o'zidan oshirmaydi. Dori-darmonlar, oziq-ovqatlar narxini tushirmaydi. Uy-joyni arzon qilmaydi. Shu bilan birga tashqi qarz ham bor. Demak, bugungi kun soliq to'lovchisi, ya'ni siz keyingi farzandingiz uchun ham qarz yukini unga saqlab qolasiz. Bu yil iqtisodiyotimizga jalb qilingan xorijiy investitsiyalar hajmi 43.1 milliard dollarga yetdi. Bu juda katta raqam. Jami investitsiyalar yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 31.9% ni tashkil etmoqda. Bu esa iqtisodiyotimiz kelgusi yilda ham yuqori sur'atlar bilan barqaror o'sib borishi uchun zamin bo'ladi.
$43,1 milliard investitsiya kirib keldi dedi prezident xalqqa murojaatnomasida. Lekin bu raqam ichida kreditlar ham bo'lishi mumkin. Va yana shunisi ham borki, investitsiya har doim ham o'sha farovonlik degani emas. Masalan, chet ellik birortasi, aytaylik, o'sha bir Xitoylik O'zbekistonga sarmoya olib kirdi. U Jizzaxdan katta yerni bir sotib oldi, katta maydon. Va u yerni o'sha kavlab, oltin qazib oladigan korxona qurdi. Oltin qazib ola boshladi. Lekin u oltinni inson hayoti va tuproq uchun o'ta zararli bo'lgan kuchli zaharli kislotalar yordamida qazib olyapti. Uni qo'lda ishlayotgan mahalliy aholi faqat arzon ishchi kuch xolos. Bunday investitsiya rivojlanish uchun emas, faqat hisobotlar uchun kerak. Aholi ehtiyojdan kelib chiqib, iqtisodiyotda eng katta talab yaratayotgan uy-joy ipotekasiga 2026-yilda 23 trillion so'm resurs ajratamiz. Uy-joy sotib olishda boshlang'ich to'lov va foiz to'lovlarining bir qismini qoplash uchun 2 trillion 700 milliard so'm subsidiya beriladi. Shuningdek, bitta kvartira uchun ajratilayotgan imtiyoz ipoteka krediti miqdori 15% ga oshiriladi. Kelgusi yilda 140 mingta kvartirali ko'p qavatli uylar barpo etilishi ro'zg'or uchun zarur iste'mol tovarlarga talabni oshirishi tabiiy. Bu talabni moliyaviy manbalar bilan ta'minlash maqsadida 2026-yilda 125 trillion so'mlik iste'mol krediti ajratiladi. Umuman 2026-yilda qurilish ishlari hajmini 11% ga ko'paytirib, 30 milliard dollarga yetkazishni reja qilyapmiz. Prezident Mirziyoyev o'zining murojaatida 2026-yilgi rejalarning asosiylarini ochiqladi. Ichki talabni kuchaytirish, ipotekaga 23 trillion so'm, subsidiyaga 2,7 trillion, iste'mol krediti 125 trillion so'm, qurilish hajmi 30 milliard dollar. Prezident aytgan mexanizmning mantig'i bor albatta. Ipoteka talabni oshiradi, qurilish harakatga keladi. Yangi uylar qurilgach esa ularga albatta mebel, maishiy texnika olinadi, servis ishga tushadi. Prezident Mirziyoyev bu mexanizm orqali qo'shimcha 5 milliard dollarlik bozor, 300 ming ishchi o'rni paydo bo'lishini ham aytib o'tdi. Lekin kredit bilan yuksalgan iqtisodiy o'sishning ikkinchi yuzi ham bor. Kredit tez ko'tarilsa, narx ham shunchalik tez yuqorilaydi. Subsidiyalarga esa unchalik ishonaverish kerak emas, deydi iqtisodchilar bugun. Ularning aytishlaricha, subsidiyalar ba'zan narxni tushirmaydi, aksincha ularni qonunlashtiradi. Shuning uchun 2026-yilda fuqarolarni o'ylantirgan eng asosiy savollar shunday bo'ladi. Inflyatsiya tushadimi? Uy-joy haqiqatan arzonlashadimi? Kredit ortidan narxlar ko'tarilib ketmaydimi? Prezident murojaatnomasining kattagina qismi o'zbek sportchilarining yutuqlari hamda mamlakatning xalqaro anjumanlariga mezbonlik qilayotgani haqida bo'ldi. Prezident 2025-yilni O'zbekiston sporti uchun tarixiy deb atadi. Ayniqsa milliy futbol terma jamoasining ilk bora jahon chempionatiga chiqqani alohida ta'kidlandi. Bu mamlakat uchun shubhasiz katta voqea. Biroq avtoritar va yoki yarim avtoritar tizimlarda sport ko'pincha davlatning ichki muammolaridan e'tiborni chalg'itish va tashqi auditoriyaga o'zini muvaffaqiyatli mamlakat sifatida taqdim etish vositasiga aylanadi. Medallar va turnirlar tez qabul qilinadigan, savol tug'dirmaydigan ramzlardir. Shaxmatchilarning jahon kuboklari, yoshlar o'rtasidagi chempionatlarda qo'lga kiritilgan oltin medallar, yosh kuchli grossmeysterlar shubhasiz bular O'zbekistonni aqlli millat sifatida namoyon qilishga xizmat qiladi. Bu tasvir tashqi auditoriya uchun juda qulay. U repressiya, senzura yoki o'sha sud mustaqilligi haqida savol bermaydi. Biroq savol ochiq qoladi. Nega sportga katta e'tibor bergan davlat ta'lim tizimidagi tizimli muammolarga, sog'liq saqlash sohasidagi achinarli holatga, saraton kasalidan o'layotgan bolalarga unchalik e'tibor bermaydi? Fan olimpiadalarida qo'lga kiritilgan o'nlab oltin va kumush medallar shubhasiz O'zbekistonda iqtidor borligini ko'rsatadi. Ammo bu yutuqlar ommaviy ta'lim darajasini emas, alohida tanlab olingan elit guruhlarni aks ettirayotganidek go'yoki. Ko'plab mamlakatlarda bunday holatni orderli ozchilik va inqirozdagi ko'pchilik deb ataydilar. Prezident O'zbekiston
Yaqin yillarda Jahon shaxmat olimpiadasi, yoshlar futbol chempionati, Osiyo o'yinlari kabi yirik tadbirlarga mezbon bo'lishini e'lon qildi. Shu bilan birga UNESCO, Parlamentlararo ittifoq, Yevropa ittifoqi, AQSh, Yaponiya, MDH kabi platformalarda faol diplomatiya olib borilayotganini alohida ta'kidlab o'tdi. Bu mamlakatni xalqaro yig'inlar markaziga aylantirish orqali uning nufuzini oshirish, tashqi bosimni yumshatish va ichki siyosiy muhitga nisbatan tanqidni kamaytirish. Toshkent, Bryussel, Tokio va Sankt-Peterburgdagi uchrashuvlar tashqi siyosatda muvozanat saqlashga qaratilgan harakatlardir. Sharq va g'arb o'rtasida ko'prik bo'lish g'oyasi yaxshi eshitiladi, lekin ko'prikning ikkinchi tomonida fuqarolik jamiyati, mustaqil matbuot va erkin sud tizimi bo'lmasa, bu ko'prikning bir tomoni cho'kib qolishi mumkin. Prezidentning Oliy Majlis va xalqqa murojaatining eng keskin qismi uyushgan jinoyatchilik haqida bo'ldi. Prezident o'zini qonundan ustun qo'yadigan tadbirkorlarga bosim o'tkazib, biznesini egallashga urinayotgan, hatto o'zini qozi deb hisoblab, nizolarni hal qilib yuradigan to'dalar haqida gapirdi. Bu katta siyosiy signal, demak davlat rahbari davlat ichida parallel huquq tizimi borligini va uning jamiyatga xavfini tan oldi. Demak, nimadir sodir bo'lgan, kimlardir qaysidir kuchlarga tegishli bo'lgan qal'alar devorini buzib kirmoqchi bo'lgan. Aniqrog'i, qonundan tashqari bir to'da, yuqorida katta rahnamosi bor ikkinchi bir to'da boshini dumini bosib olgan. Prezident bu haqda gapirar ekan, to'dalarga xizmatga o'tib ketayotgan sportchilar haqida ham aytdi. Tinchlik hukm surgan, qonun ustuvor bo'lgan fuqarolarning xavfsizligi ta'minlangan joyga investitsiyalar ham keladi. Bu yerda turizm ham rivojlanadi. Lekin so'nggi paytlarda o'zini qonundan ustun qo'ygan tadbirkorlarga bosim qilib, ularning biznesini egallab olishga harakat qilayotgan, iqtisodiyotimizga jiddiy putur yetkazayotgan murakkab moliyaviy jinoyatlar sodir etayotganlar, o'zini qozi deb hisoblagan odamlar o'rtasida oldi-berdi masalalarni hal qilib yurgan ayrim jinoiy to'dalar ham paydo bo'lyapti. Buni ham yashirishimiz kerak emas. Bu ham iqtisodiyot rivojlangani sari oldimizda xavf-xatarlar ham paydo bo'lyapti. Eng achinarlisi, oson pul topaman degan ilinjida bilagida kuchi bor ayrim sportchilar ham bunday jinoiy to'dalarga qo'shilib qolgani bizni xavotirga solyapti. Yana bir yomon jihati, O'zbekiston fuqarolaridan iborat jinoiy guruhlar ayrim chet davlatlarda ham mavjudligi yurtimizning xalqaro obro'yiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu davlat uchun ikki karra xavf. Sport jamiyatda qahramonlik ramzi, agar u yerda kriminal ta'sir paydo bo'lsa, bu umuman ishonchni yemiradi. Prezident oilaviy zo'ravonlik masalasiga alohida to'xtaldi. Uning aytishicha, oiladagi zo'ravonlik bo'yicha 2 yilda 2000 dan ziyod jinoyat aniqlangan va bu oila ichidagi ish emas, dedi prezident. Bu anchayin muhim bir tezis. Lekin oilaviy zo'ravonlik qurbonlari qanchalik himoyalangani bu alohida savol. Negativ dasturini boshlaganimdan buyon menga oilaviy zo'ravonlik faktlari deyarli har kuni keladi. Ko'p holatlarda oiladagi zo'ravonlik hukumatning joylardagi o'sha vakillari bo'lgan mahalla raislari va mahalla uchastka nozirlari tomonidan yopib yuboriladi. Jabrlanuvchi ayol yoki bola himoya orderi bilan ta'minlanmaydi. Ona va bolani zo'ravondan saqlovchi o'sha panoh uylari deymiz. Shunaqa uylar ko'p tumanlarda yo'q. Sud va tergov esa ko'p holatlarda zo'ravonlik qurbonlarining manfaati uchun ishlamaydi. Prezident murojaatnomasining eng kuchli joyi bu korrupsiya xavfi haqida aytilgan gaplar edi. Vaziyat shunchalik jiddiy ekanki, prezident 2026-yilda korrupsiyaga qarshi favqulodda holat e'lon qilishini aytdi. Korrupsiya davlat taraqqiyotiga to'siq bo'ladigan, adolat va qonun ustuvorligini izdan chiqarayotgan, jamiyatda ishonch muhitini zaiflashadigan eng jiddiy tahdiddir. Korrupsiyaga yo'l qo'yish esa islohotlarimizga xiyonat desak bu to'g'ri bo'ladi. Bu illatga qarshi kurashish bo'yicha 2026-yilda favqulodda holat e'lon qilamiz.
Prezident agar korrupsiyaga qarshi qat'iy choralar ko'rilmasa, O'zbekiston belgilangan rivojlanish maqsadlariga erisha olmasligini, hozirgina shu yerda aytilgan raqamlarga erishib bo'lmasligini, oqibatda dunyo hamjamiyatining O'zbekistonga ishonchi kamayishini aytib o'tdi. Endi nima bo'ladi? Barcha idoralar compliance va korrupsiyaga qarshi nazoratga mas'ul o'rinbosari lavozimi joriy etiladi. Hisob palatasining vakili faoliyati yo'lga qo'yiladi. Ushbu rahbarlar tizimdagi nopok shaxslarni aniqlash, shuningdek byudjet mablag'larini talon-taroj qilish va mansabni suiiste'mol qilish holatlarini oldini olish bo'yicha ta'sirchan nazoratga o'tadi va prezident oldida hisobot beradi. Davlatning har bir so'm mablag'i resursi bo'yicha shaxsiy javobgarlik kuchaytiriladi. Endi barcha davlat idoralarida compliance va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'yicha o'rinbosar lavozimi joriy etilar ekan va bu lavozim egalari o'sha tashkilotdagi vijdonsiz shaxslarni aniqlab, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish va vakolatlarni suiiste'mol qilish holatlarini oldini olish bilan shug'ullanar ekan. Va ular eng asosiysi o'z hisobotlarini to'g'ridan to'g'ri davlat rahbariga berar ekan. Mana shu yerda shaxsiy fikrimni qistirib ketaman. Har bir davlat idorasida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha prezident vakili va u o'z hisobotlarini to'g'ridan to'g'ri prezidentga jo'natadi. Mana shu yerda savol tug'iladi. O'sha vakilning o'zi korrupsiyaga moyil shaxs bo'lib chiqsa-chi? Va u o'zi yiqqan fakt va raqamlarni, xulosalarni prezidentga bermaslik yoki ijobiy ko'rinishda berish uchun o'sha idora rahbaridan pora olsa-chi? Ochig'ini aytaman, men prezidentning bu loyihasi korrupsiyaga botib ketgan davlat idoralaridagi ahvolni o'nglashiga umuman ishonmayman. Murojaatnomaga qaytamiz. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti daxlsizlikka umid qilayotgan amaldorlarni alohida ogohlantirdi. Lavozimim, unvonim bor, menga hech kim tegmaydi deganlar adashadi O'zbekistonda. Qonun oldida hamma teng. Ichki ishlar, prokuratura, soliq, bojxona, moliya, bank, yirik davlat kompaniyalari, vazirlar va hokimlar bir so'z bilan aytganda bironta idora va tashkilot nazoratdan chetda qolmaydi. Bu agar amalga oshsa, davlatning korrupsiyaga qarshi bosgan jiddiy qadami bo'ladi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi korrupsiyani duelga chaqirdi. Duel nima ekanini yaxshi bilasiz. Bunda ikki raqib bir-biriga qarab birdaniga bir vaqtning o'zida o'q uzadi. Kimning o'qi mo'ljalga tegsa, o'sha g'olib bo'ladi. Duel maydonidan faqat bir kishi tirik chiqadi, xolos. Ba'zan duelchilar ikkalasi ham tirik qolishadi, chunki ular bir-biri bilan o'sha yerni o'zida o'sha yarashib, kelishib, yana o'sha duelni bekor qilishib, ikki tarafga ketishadi. Demak, 2026-yil Shavkat Mirziyoyev uchun ham sinov yili. U yo korrupsiyani otib tashlaydi yoki u bilan kelishib, u yo'g'iga yana birga hamkorlikda yashab ketishadi. Prezident korrupsiyaga qarshi ekanini, uni yo'qotish istagida ekanini ochiq bildirdi. Bu yaxshi signal. Lekin ayni paytda bu bayonot muhim bir savolni ham o'rtaga chiqaradi. Nega korrupsiyaga qarshi kurash faqat vertikal nazorat bilan bo'lyapti? Ya'ni korrupsiyaga qarshi kurashuvchi yangi lavozimlar, idoralar, agentliklar tuzilyapti. Biroq korrupsiyaga qarshi erkin matbuot, mustaqil sud, ochiq tenderlar va jamoatchilik nazorati bilan kurashish yanada samarali bo'lishini davlat tan olmayapti. Prezident o'z murojaatida korrupsiyaga qarshi yangi tuzilma joriy etilishini aytar ekan, yana shunday dedi. Compliance xizmatining faoliyatiga to'sqinlik qilganlar korrupsiyaga sherik deb baholanadi va javobgarlik shunga mos bo'ladi. Prezident administratsiyasi compliance xizmati bu tizimning 1-yanvardan boshlab barcha davlat idoralari va tashkilotlarida ishga tushib, jilovni mahkam qo'lga olsin. Mansabidan qat'iy nazar poraxo'rlik va suiiste'molchilik bo'yicha har bir holat yuzasidan prezident administratsiya compliance xizmati shaxsan menga axborot qiladi. Hech kimga bo'ysunmaydi. Ana shuni bilinglar. Mamlakatning prezidentiki katta minbardan turib shu gaplarni aytdimi? Demak, vaziyat jiddiy. Demak, 2026-yil davlat va uning amaldorlari uchun katta sinov yili bo'ladi. Suvga tashlangan to'r ko'tariladigan yil bo'ladi. Katta lavozim egalarini tergovga tortilib, qamoqqa olinishiga xalq guvoh bo'ladigan yil bo'ladi. Tasavvur qilyapman. 1 yildan so'ng 2026-yilning oxirida prezident odatdagidek xalqqa murojaat qilar ekan,
Shuncha yillar men boshlagan islohotlarni g'ildiragiga cho'p tiqib kelgan davlat idoralariga suqilib kirib olgan vatan xoinlari to'dalari fosh qilindi. Ana endi bundan buyog'iga hammasi yaxshi bo'ladi desa. Va qamoqqa olingan vazirlar, maslahatchilar, agentliklar rahbarlari-yu bir qancha hokimlarning ism familiyalarini o'qib bersa. Telekanallarda ularning uylari yerto'lardan topilgan boyliklar namoyish qilinsa. Ularning chet eldagi villalari va boshqa ism shariflarga olgan pasportlari televideniya orqali ko'rsatilsa. Bo'lishi mumkinmi? Albatta mumkin. Chunki vaqt keldi. Hukumat ichidagi dushmanlar o'zining barcha aldovlari va yolg'onlarini ishlatib bo'ldilar. Hukumat endi faqat radikal choralar bilan o'zini oqlay oladi xolos. Xalq endi quruq va'dalarga ishonmaydi. Prezidentning bu yilgi murojaatnomasi avvalgi yildagidan ko'ra ancha salmoqli, keskin va jiddiy. Murojaatda katta raqamlar, katta rejalar aytildi va boshqaruv elitasiga katta qat'iy ogohlantirishlar berildi. Kuzatishimizcha, prezidentning bu yilgi murojaatnomasini xalq ham katta qiziqish va umid bilan qabul qildi. Va mana shu umid bilan birga xalq 2026-yilda o'zi uchun eng asosiy bir narsani kutadi. Bu ishonch. Xalq o'z davlatiga, prezidentiga bo'lgan ishonchini qayerda kutadi? Narx tushadimi yoki yo'qmi deya bozorlarda kutadi. Ipoteka nima bo'ladi? Og'irlashadimi yoki yengillashadimi deb yangi olgan xonadonda kutadi. Biznesimni tortib olishmasmikin? Meni bankrot qilishmasmikin deya endi oyoqqa turayotgan firmasida kutadi. Adolat qilarmikin bu qozi deya sudlarda kutadi. Havo tarkibi tozalandimi? Atrofimizdagi parkimizdagi daraxtlarni kesib tashlashmadimi deya shaharlarda kutishadi. Bu idoralarda ham shaffoflik paydo bo'larmikin deya davlat idoralari koridorlarida umid bilan sarg'ayib kutishadi. Va jamiyat o'zining bu savollariga javobni juda tez muddatda, atigi 1 yil ichida oladi. O'zbekistonda fuqarolarimiz, tadbirkorlarimiz va investorlarni har qanday vaziyatda ham ishonchli himoya qiladigan davlat bor, konstitutsiya bor, qonunlar bor. Prezident o'zining murojaatnomasida davlat bor, konstitutsiya bor, qonunlar bor dedi. Buni eshitgan jamiyatning boshi ustida yana bir savol qilich kabi osilib turibdi. Qonunlar bor, konstitutsiya bor degani bu ular ishlaydi deganimi? 2026-yilda bu savolning javobini davlat emas, hayotning o'zi beradi.